Assalamu alaykum turdashlar. Şu DIY bilekten baylanıp başpat kurashtirishda sizimizning davomini so'zlab o'tsak, oldindan biz DIY bilekni qo'zg'atib o'taylik. Oliy holat. Endi bu qitim so'zlamoqchi bo'lgan mazmunimiz bekatdiki eng yangi rasmlik temalarni chiqarish usuli. Masalan, biz oldindan qanday qilamiz? Qatmiz. Men buni bir cho'ng bir ko'zak shaklida chiqarib o'tay. Ma'lumdan mavzu tug'ashtirishim qoldi. Undan keyin bilak modelini tanladim. Bu o'rindan bu eng yangi rasm tema bu yozma turiga tava. Shunga bo'lishda munbar turdim biz yozma turi deganini so'rab akamiz. Akrab qo'yib bergandan keyin bilak biz model qo'zg'aldi. Bilakninki belgisini yozdik. Undan keyin yozma turi ma'lumdan ixtiyoriy oliy degan tur var. Biz buni tanlamaymiz. Bu o'rindan yangi yozma deganni tanlab, eng yangi rasm temalarni chiqaramiz. Buni nereden chiqaramiz? Xohlam bir sahifani chiqsa, shu sahifadagi rasmlik temalarni chiqarib berdim. Barliq sahifalardagi rasmlik temalarni chiqarish uchun sirib hamma sahifani tanlab berdim. Undan keyin mau sizlarga nazar pastga tortib qaraydigan bo'lsak, buni ichidagi odatlik temalardagi rasmlik nimani ko'rsatib berdi. Yani tanlamaymiz. Undan keyin mukofotlash deganni bu yerda hamma deb turdi. Bu yerda hamma deganni tanlab birimiz. Ma'lumdan rasm chiqamdi degan edi. Shunga buni chiqim ha degan gap tanlamasak rasmlik tema chiqmaydi. Tanlab etdim. Endi mau eng oxirgi yo'llangan inkas uyish tizmaydi. Buni yangi yo'llangan uyish tizib bersin. Men cheklanmaydi. Masalan, 1 soat ichida yo'llangan rasmlik temalarni chiqaramdi. 24 soat ichidagimi, hafta ichidagimi yoki bu oy ichidagimi cheklanmaydi desa, bunday barliq yangi rasmlik temalarni eng yangilarini xillab berdi. Undan keyin tema eng cho'ng nimasi degan gap mana shu yerda ko'rinadigan rasmning ostida ko'rinadigan temaning ismi. Shunga odatda buni ko'pincha joylarda 200 qilib tanlab qo'ysak muvofiq. Ma'lum tegmaymiz 80 tursin. Başlangan qiymat soni ko'rinadigan soni 10 parchasini chiqaramsiz degan gap ama u. Masalan, men bu rasmni hozir 10 ni chiqarib turay. Bu yani 1 ma'lumning vaqtida yangilash qilib atdik. Endi ostga qaraydigan bo'lsak, ichki yozma olsin faqat temalarni chiqarib turdi. Bu o'rindan biz yuqorqi mau ostidagi 4 turning o'zimiz rasmlik temalarga tava. Buning birinchisi yozma rasmlik mazmun ifodalanishi, ya'ni rasmni shu rasm munosabatlik temani ham shuningdek yozmaning ma'lum bir qismini yap turdi. Undan keyin bir tunishtirish ikki sap deydi. Buni yo'llash sinab basondan keyin proyeksiya shakli. Bir bilakning ichiga rasmni o'zini almashib chiqadigan holat. Undan keyin yozma rasmlik buni faqat rasmlarni chiqarib turdi. Biz bunun ko'pincha shu yozma rasmni tanlab ishlasak bo'ldi. Buni tanlagandan keyin rasmning cho'ngchiligini deyotdi. Biz burunga rasm cho'ngchiligini yozamiz. Masalan, men 100 da buni 100 qilib belgilay. Yangi olishni echtilsin degan tanlab bo'lgandan keyin men buni saqlab o'tay. Saqlab o'tib unumini ko'rib boqay. Bo'ldi. Jazmni tutdik. Qaranglar mana. Ma'nun o'zi blokchan to'ridagi eng yangi rasmlik temalar shu. 10 dona tema. Endi qaraydigan bo'lsak, ustiga 8 tizildi, ostiga 2 tizildi, 10 bo'ldi. Asli bu yerga 16-chi qolsa 2 qurullab tizildi ekan. Shundaqmi? Men buni 1 qurullab qilay. Shunga men bundan qayta tayyorlash degan xatni besib, tayyorlashni xat degan turga kirdim. Kirgandan keyin unda men 10ni chiqarmay, nechinchi chiqarsam bo'ldi ekan dedim. Hozir 8ni chiqarsam bo'ldi ekan. 8 qilsam ozroq orliq qoldi ekan mas'ul taraf. Shunga men bu rasmning kanigini ozroq oshirib o'tay. 100 bo'lmay 103 bo'lib kelsin. Uni keyin jazmlashtirish qilib atdim. Bo'ldi. Mana 8 parcha rasm to'liq chiqdi. Endi qaraydigan bo'lsak, ama buniki mavzum yo'q, bir taqirlash o'xshash bo'lib qoldi. Buni biz ozroq bizayli. Men hozir sizlarga shuni bizashni so'zlab berman. Keyingi ramkalarni so'zlagan vaqtimizda buni qayta so'zlab o'ltamayman. Shunda qat qilsanglar. Oldindan biz buningga bir dona mavzu qo'yaylik. Mavzuni ochdim. Senin bo'lsin. Yangi rasmlik yozmalarimiz dedik. Bu yer 10 shakli deganni men biz shu xatni bosgandan keyin qo'lga oldirasiz. Shunga buni ochmaydi. Rasm degan gapni ochmadik. Bu rasm nima desa, shuningki oldida chiqilgan rasm. Ammo u hozir amoyatni undan keyin o'rnini belgilaymiz. Hozir bu solda chiqdi-ku, buni o'tirg'i to'g'rilab o'taylik.
o'ngga to'g'rilab taxminan butun ramkada 400 piksel qilib yozsak bo'ldi. Xatning cho'ng kichikligi 20 piksel bo'lsin. Xatning rangi tum qora bo'lsin, ha. Qara bo'ldi. Jazmlashtirdim. Qaranglar. Mana ma'lumotga mavzu paydo bo'ldi. Endi yana bu yerdagi nimasi misal nimaroq? Ham buningki shaklini o'zgartirib boqaylik. Tahrirlash degan turdan biz ma'vu nimani? Shakl degan turni tanlab bo'lgandan keyin qaydaga bo'lsa xat shakliniki cho'ng kichikligi o'lnish ya'ni o'lnish xatninki rangi. Masalan, hozir bu qora. Masalan, rang tanlab olsak, shunday ma'lumot bo'lgandan keyin rangi o'zgaraydi. Undan keyin shu bilakninki yan rangi. Masalan, bu yerda qolgan bir rang tanlab beray. Men bekitdim masalan shunday yeşil rang ko'rsatgan. Buning cho'ng kichikligi necha piksel bo'lsin? 1 piksel 0 piksel chiqmaydi bu siziq. 1 piksel qildik. Ammo uni shakli, ya'ni shakl yo'q, siziq, nuqta, uzuk deb turib biz buni uzuk siziq oldi ram qo'ygandik. Undan keyin mana sirtqi yuzarlik degan gap, bu to'rt atrofdagi sirtqi yuzning oraligi biz buni 0 qilib belgilaylik. Undan keyin tag rasmi buncha qolmadik. Tag rang ekan, ha. Masalan, shu nima deymiz? Shu butun bir bilakninki hamma yerini rangini bo'yab turdi. Undan keyin nima taglik rasm. Ma'noda rang ishlatasiz, ma'noda rasm ishlatasiz. O'zingiz rasmning adresini shu yerga yozib bersangiz bo'ldi. Rasmni qilib bo'lgandan keyin bayonda o'tganda men to'g'risiga yozsak butun to'liq chiqadi, rasm kichik rasm bo'lsin. Undan keyin men bir necha shakllar qaranglar. Buning birinchi shakli tanlab boqaylik unumni ko'ringlar. Bo'ldi. Demak buning o'zi ko'k rangga bo'yaldi. Lekin men aytibdiki, siziqning rangi hozir qanday? Men qanday belgiladim? Yeshil. Ko'k bilan yeshil moslashmaydi. Endi buni yana shaklni ochib, boshqa bir necha rangni tanlab boqaylik. Shakldan ikki bo'lib kelsin. Buning ikkinchisining o'zi qizil rangli ekan. Men bekatning o'zi qizil rangli yasug'isi. Baturda ishkini tanlasak bo'ldi ekan. Hamda uchinchisini. Mana shu ekan. Masalan, men xalqan birini tanlab ko'rsatib qo'yay. Masalan, shakldan qizil rangli misol qilay, qaranglar. İkincisi qizil rangli ko'rdik. Endi buni qizil rangni tanladik. Qizil rangni tanlagandan keyin chuqur mavi badning atrofidagi Eliqma ramklarımızın chuqum bayan men yeşil qilib oldim. Buni qizil belgilab o'tamiz, ha. Qizil bo'ldi. Maning o'zimi qizil. Maning o'zimi qizil bo'lib ketsin. Buning o'zimi qizil bo'lib ketsin. Bo'ldi. Buni saqlab o'tay, ha. Saqladim. Endi unumini bir ko'rib qo'yaqani. Mana qaraydigan bo'lsak, buningda yo'qqandek bir unum paydo bo'ldi. Ya'ni bir qizil ramkaning ichidagi atrofi qizil naqshga qilingan bir parcha ramka paydo bo'ldi degan. Mana bu usulni go'zallashtirsak bo'ldi. Endi ma'lumotdagi xatning rangi qora bo'lib qolibdi-ku bu. Aslida bu qora emas, oq bo'lsa muvofiq bo'ldi qizil rangga. Yoki o'zini xalaqlasak bo'ldi, buni mavzu degan yerda mavzuning rangini o'zgartirib olsak bo'ldi. Mana bu eng yangi rasmlik temalarni chiqarish usuli. Endi men rasmning temalarni biz cho'ng bir bilakning ichiga chiqardik. Buni mas bilakni ikkiga bo'lib, bir bilagiga mush rasmlarni yana bir bilagiga yozmalarni chiqarsak bo'ldi. Buni o'zimizning tasavvurga asosan loyiha chiqsak bo'ldi. Eng yangi rasmlik yozmalarni chiqarishimiz mishagicha bo'lsin. Xayr xo'sh.